سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Ramazon sharifning ilk kunida Ixlos surasini o'qisangiz, imkonsiz deb o'ylagan tilaklaringiz ro'yobga chiqadi. Sidqi dildan, Allohdan umid bilan avval niyat qilib, so'ngra 7 marotaba Fotiha surasi ortidan 363 marotaba Ixlos surasi o'qiladi va takror 7 marotaba Fotiha surasini o'qisangiz, o'tkir qilich kabi bo'lgan bu tartibni qilsangiz, ne hojatingiz bo'lsa, qabul bo'ladi inshaalloh. Ixlos surasini o'qish jannatga kirishga vasiladir. Kim 10 marotaba Ixlos surasini o'qisa, unga jannatdan bir uy quriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Lam yalid va lam yulad. Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Agar siz ham birga takrorlagan bo'lsangiz, izohlarda amin so'zini yozib qoldiring va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum meni kanalimni kuzatib boruvchi azizlar. Bugun men Sahih al-Buxoriyda hadislar o'qib o'tirib bir hadisga ko'zim tushdi. Qo'rqib ketdim desam ham bo'ladi. Bu hadis fitnalar va qiyomat alomatlari haqidagi hadis ekan, 1037-hadisda. Qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Zaynab binti Jahsh roziyallohu anhu aytdi: Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mening oldimga qo'rquvga tushgan holda kirib, la ilaha illalloh, yaqinlab qolgan yomonlikdan arablarning sho'ri quridi. Bugun Yajuj va Majuj oldidagi to'siq mana buncha ochildi, deb bosh barmoqlari bilan uning yonidagi ko'rsatkich barmoqlarini halqa qildilar. Zaynab binti Jahsh aytadi: Shunda men: "Yo Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham barchamiz halok bo'lamizmi?" dedim. U zot: "Ha, agar nopok ishlar ko'payib ketsa", dedilar. Qaranglar. O'zi hadislarda qiyomat alomatlari haqida keltirilgan rivoyatlar bor. Shuni ichidagi eng qo'rqinchli hadis shu ekan o'zi. O'zi qiyomat bo'lmaydi. Birta ham solih banda qolmasa keyin qiyomat bo'ladi. Qur'oni Karim ko'tariladi. Hech bir Qur'onni taniydigan odam qolmaydi degan hadislar bor. Endi uni qarshisidan bunaqa hadis ham bor ekanda. Qarang, agar nopok odamlar ko'payib ketsa, solih kishilar bo'lgan taqdirda ham qiyomat bo'ladi degan hadis ham bor ekan. Shuning uchun nopok kishilar ham ko'payib ketmaslik kerak ekanda deb o'ylab qoldim o'zim. Bunga dalil misol bo'lib shu hadis bo'lar ekanda. Men o'ylardimki, misol uchun ko'p hadislarda o'qiganman, qiyomat qoyim bo'ladi qachonki umuman solih bandalar, yaxshi amallar qiluvchi, Allohni eslaguvchi odamlar qolmaganda degan hadislarni ko'p o'qib eshitgan edim. Hozir buni hadisni o'qib turib o'ylanib qoldimda. Demak, yomon nopok odamlar ko'payib ketsa, solih odamlar borligiga ham qarab o'tirmas ekan. Alloh qiyomatni qoyim qilib yuboradi ekanda. Shu hadis shu nimaga dalil bo'lar olar ekan. Ilohim nopok odamlar ko'paymasin, ilmli, ahli mo'min, ahli solihlar ko'paysin. Qiyomat qoyim uzoqlashishga shu solih odamlar sabab bo'lar ekan. Shuning uchun duo qilamiz.
solih bandalar ko'paysin ilohim, yomonlar kamaysin ilohim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.